Qizlar, men bemorimiz eshitgan bo'lsanglar, anaqa sayqalda ko'rib qoldim, ovozingizdan tanib qoldim degandilar-ku, o'sha bemorimiz. Men prosta bu yerga dam olib, o'ynagani kelganlar desam, bular Amerikadan kelganlar. O'zi Amerikada turib kuzatardim sizni dedilar, ixlos qilib prosedurangizga keldim deb keldilar mana. Hozir molijan o'tkazib berdik bularga, holatlariga, shikoyatlariga qarab hijoma qo'ydik. Plus holatlari ko'targanligi uchun vaginalizm ham qo'yib berdik. Xursandmisiz? Ixlos keluvdim. Ilohim shifoli bo'lsin. Shifoli bo'lsin. Amin. Aytibdilar, ixlos qilib keluvdim debdilar. Hozir aytmayman, chunki bu sunnat amalda ixlos katta rol o'ynaydi deyapman. O'sha hali uyga ketmasdan yengil bo'ldi. Mana mazza qilaman. Yelkalarim rosa ochildi deyaptilar. Alloh shifoli qilsin. Baribir tabiiylikda, tabobatda shifo bor. Bular уже necha yildan beri men meditsinskiy rosa davolanganman deyaptilar. Shu tabobatga sunnatga ixlos qilib keldim deyaptilar. Alloh ajrlarini bersin. Rahmat sizga ham ixlos uchun. Rahmat kattakon.